Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi moliyaviy ko'magida Rahmdillik jamiyatining Samarqand viloyati bo'limi tomonidan navbatdagi xayriya aksiyasi tashkil etildi. Mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularga manzilli yordam ko'rsatish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida izchil amalga oshirilmoqda. Bu borada davlat va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi samarali hamkorlik muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, tadbir Ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy bo'linmalari bilan hamkorlikda tashkil etildi. Aksiya doirasida Toyloq, Pastarg'om, Nurobod hamda Samarqand tumanlarida istiqomat qiluvchi 80 nafar kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan hamda nogironligi bo'lgan fuqarolarga Inson ijtimoiy xizmatlar markazida oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Bugungi kunda tumanimizda istiqomat qiluvchi 10 mingdan ortiq nogironligi bor shaxslarni bandligini ta'minlash borasida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. 2026 yil boshidan beri nogironligi bor shaxslarni bandligini ta'minlash va albatta mana shunday nogironligi bor shaxslarni bandligi ta'minlagan korxonalarga 50 milliondan 500 milliongacha bo'lgan subsidiyalar ajratish faoliyati bugungi kunda yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birgalikda kam ta'minlangan oilalar reyestriga kiruvchi fuqarolarni, xotin-qizlarni o'quv kurslariga ta'lim olishlari uchun ma'no markazga yo'naltirish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga huquqiy psixologik yordam berish choralari shu bilan birgalikda ularga reabilitatsiya xizmatlari ham faoliyati yo'lga qo'yilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar bu kabi ezgu tashabbuslar orqali aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash ishlari kelgusida ham tizimli ravishda davom ettirilib, ularning qamrovi yanada kengayishini ta'kidlashdi. Prezidentimizga rahmat, ihson qilganlarga rahmat, hammamiz minnatdormiz. Mazkur yordamlar ehtiyojmand oilalarning kundalik turmushini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir.